Assalomu alaykum. Yevropa territoriyasida ish izlab yurgan yurtdoshlar diqqatiga. Polshada har xil ish o'rinlarimiz bor, o'rtoqlar. Bizda hozirgi kunda armatura, beton, apalavka, har xil qurilishlarda razanobodchi ishlari, skladlarda ishlar bor. Oylik maoshlari soatiga 27 zlot, 28 zlot, 30 zlot, 31 zlotgacha bo'ladi soatiga. Bir kunda 10 soat, 11 soat, 12 soatgacha ishlar bo'ladi. Undan tashqari svarshiklar bor bo'ladigan bo'lsa, bemalol kelishlaringiz mumkin. Traktor zavodida detal qismlarini svarka qilish bo'yicha ishimiz bor. Soatiga 32 zlotdan. Xohlovchilar bo'lsa, bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Yana bitta narsani aytib o'taman. Ko'pchilik Oley Krakovskiy deganda Krakovga xayoli ketib turibdi. Ko'pchilik telefon qilib, Krakovdaman, ofisingizga o'tmoqchiman deydi. Yo'q, o'rtoqlar, Varshava, Oley Krakovskiy. Manzil yozib qoldiraman. Telefon raqamlar +48 bilan 780 505 555. Ish xohlovchilar kelaveringlar. Har doim vakansiyalarimiz bor. Ishga joylash bepul, absolyutni. Hostellar kerak bo'lsa, kunlik, oylik hostellarimiz ham bor. Bemalol murojaat qilishlaringiz mumkin. Shu nomerlarimiz har doim ishlab turadi. Yaxshilikda ko'rishguncha.